oson element. 99% qo'rquv, 1% harakat. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni yana kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi o'rganadigan elementimiz turnikda salto bo'ladi. Qo'llab turinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun men to'liq oldiga saltoni o'rgataman. Hop. Hozir ko'rsataman qanday qilinishi. Do'stlar, ushbu elementimiz 3 qismdan iborat. Birinchi qism osilgan holatda oyoqlarni qo'llar orasidan olib o'tkazamiz va yerga tushamiz. Ushbu qismda biz element qanday bajarilishi haqida o'zimizda ko'nikma hosil qilamiz. Ikkinchi bosqichda esa mana shu elementni biroz tebrangan holatda bajaramiz. Ikkinchi bosqichdagi mashq bizni fazodagi aylanish harakatimizni anglashga yordam beradi. Uchinchi bosqichimizda to'g'ri inersiya olishni o'rganamiz, ya'ni oyoq va tana harakatini mujassamlashtiramiz. Ushbu bosqichdagi mashqni ko'proq qaytarishimiz shart, chunki aylanish tezligimiz va qanchalik muvaffaqiyatli bajarishimiz mana shu qismga bog'liq. Va nihoyat barcha elementlarni jamlagan holatda yuqori tezlikda bajarishga harakat qilamiz. Agar kimda-kim qo'rqsa, sekin bajarib va asta-sekinlik bilan tezlikni oshirib, keyinchalik o'rganishi mumkin. Agar video siz uchun foydali va yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi elementni kommentlarda kutib qolaman.